qo'yamiz. Bu soha qanaqa soha? Siz xohlagan saytda yoki xohlagan o'sha nimada internet provayderlarida trading deb yozganingizda turli xil ma'lumotlar kelib chiqadi sizlar uchun. Bu soha azaldan mavjud bo'lgan va insoniyatga juda ham oson, riskli, tavakkal ish qilinadigan soha. Bunda siz risk bilan tavakkal qilgan holatda juda ham ko'p pul topishingiz va tez, oson pul topishingiz imkoniyatini beradi va juda ham tez pul yo'qotish imkoniyatini beradi. Yo'qotish mumkin bu sohada. Bu soha o'zi azaldan aksiya, forex, turli xil o'sha neft, gaz kabi mahsulotlarni olib sotishlikda elektron tarzda savdoni amalga oshirishni bildiradi. Bu sohani siz oldin kinolarda yoki boshqa bir chet el kinolarida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bunda o'sha auksionga o'xshagan tushdi, olamiz, ko'tarildi, sotamiz kabi iboralarni bemalol misol qilib ayta olishligim mumkin. Treyderlik sohasi o'zi O'zbekiston hududiga karantin vaqtida juda ham avj oldi. Undan oldin faqatgina auksion, davlat birshalari orqali savdo amaliyotini amalga oshirish imkoniyatini berardi. Hozirgi kunda esa bu amaliyotni siz bemalol uydan turgan holatingizda oson va qulay hamma narsasini ilmini o'rgangan holda o'sha savdoga kirish imkoniyatini beradi. Bizani soha mana bu ko'rib turgan nimalaringizdan sal farqli qiladi, chunki biz faqatgina kriptovalyutalar bilan shug'ullanamiz. Kriptovalyutalar nima? Kriptovalyutalar bu sizni o'sha har xil turdagi oldi sotdi jarayonini amalga oshirayotgan blockchainlar orqali savdo qilayotgan amaliyot. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, elektronniy parollarga ega bo'lgan pul birliklari. Bu pul birliklar qayerdan keladi? Kriptovalyutalar qayerdan o'zi tashkil topadi? Bu har qanday bir tashkilotni yoki o'sha puli bor insonlarni o'zini qulf tarzda yaratgan blockchaini, ya'ni pul tikilgan kodli bir xavfsiz va hech qanaqa xavf tug'dirmaydigan valyuta birliklari hisoblanadi. Bularni orqasida har xil tashkilotlar, korxonalar, davlatlar, banklar, masalan, mashhur puli bor insonlar bularni chiqarishgan. Masalan, Elon Musk. Bilasizlar, Elon Musk dunyoda millionerlar ro'yxatida. Bu inson o'zini Doge, Elon Musk kabi pul o'sha kriptovalyutalari bor. Buni ularga nima foydasi tegadi? Har qanday o'sha kriptovalyutani chiqargan inson ularni birjaga chiqishidan oldin juda ham arzon narxlarda sotadi. Har bitta sotib olgan inson keyin uni birjaga chiqqandan keyin uni har xil usullar bilan sotish imkoniyatini beradi. Va buni orqasida juda ham katta daromad oladi. Buni orqasida birjalar daromad oladi. Banklar, bankoviy sistemalar, xullas elektron pul birliklari hisoblanadi. Kriptovalyutalar haqida YouTube'da kriptovalyuta nima, kriptovalyuta halolmi deb yozsanglar, turli xil videolar kelib chiqadi. Men bularning fatvosi haqida sizlarga gapirmoqchiman. Sizlar ko'rgan, mana eshitgan eng katta va eng birinchi kriptovalyuta bu Bitcoin hisoblanadi. Bu oldin o'sha kodli tarzda o'ylab chiqilgan pul birligi hisobida bo'lgan. Keyinchalik buni o'sha $4 sotuvga chiqqan. Boshida o'sha 2003-yildan boshlab mana shu Bitcoin tashkil topganda birinchi chiqargan inson shu 4 ta Bitcoinga
uyiga bir dona pitsa sotib oladi va shundan keyin bu hozirgi kungacha nishonlanib kelgan o'sha birinchi marta Bitcoin orqali savdo amaliyoti hisoblangan. Keyinchalik bu avjlanib ketdi. Hozirgi kunga kelib Bitcoin haqida ma'lumotlarni Instagramimizdan ham kuzatishingiz mumkin. Hozirgi kunga kelib Bitcoin narxi 35 ming, 36 mingga chiqdi. 68 mingdan 18 mingga narx tushdi va yana qaytib o'zini tiklash uchun 34 mingda hozir milliard dollarlardan tashkil qilgan ko'plab bitcoinlar mavjud. Bitcoin bu elektron pul birligi, bunaqa tanga ko'rinishi faqatgina o'sha bunga Bitcoinga misol qilib ishlab chiqilgan. Yana uni tanga ekan deb tushunmang. U o'zi mamlaqa elektron tarzdagi blockchain pul birliklari hisoblanadi. Bitcoindan so'ng Ethereum, Litecoin va boshqa ko'plab kriptovalyutalar mavjud. 6000 dan ziyod kriptovalyutalar mavjud bo'lib, bularning juda ham ko'p turlari hozirda yana faoliyatini boshlamoqda. Yangi hattoki Bitcoinni San Salvador davlati o'zini pul birligi hisobida ham ishlatishyapti. Davlat o'z pul birligi hisobida elektron pullarni qabul qilgan. Demak, bu narsa ishonchli, hech qanaqa aldov, o'yin yoki biron bir sizni aldab ketadigan narsa emas. Faqat ilmini olib, o'zingiz amaliyotda shug'ullansangiz, buni hali ham ishonchli bo'ladi siz uchun. Jamoaning nomi Afifa ayol treyderlar jamoasi. Afifa degani halol, pokiza yashaydigan ayolga berilgan arablardan siyrat nomi hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ayollariga, ya'ni Hadicha onamizga berilgan siyrat nomi ekan bu. Afifa, ya'ni pokiza ayol degan ma'noni bildiradi. Afifa nima degani o'zi deyishsa, shunaqa javob berishinglar kerak bo'ladi. Demak, trading yo'nalishi va turlariga keladigan bo'lsak, tradingni juda ham ko'p turlari bor. Yordam berib yuboringlar gruppadagilaringizga. Turlari bor. Biz qilib qo'yamiz. Bularga nimalar kiradi? Aksiya, obligatsiya, forex, kriptovalyutalar, indeks va ekonomika kiradi. Bu bozorlar necha ming asrlardan boshlab tashkil topgan, lekin bizani bozor, kriptovalyutalar bozori 2007-yilda tashkil qilingan. 2007-yil muhokamalar kirgan. 2007-yildan boshlab tashkil qilingan. Bizani bozor kriptovalyutalar bozori hisoblanadi. Ayni kriptovalyuta degani elektron dasturlash orqali ishlab chiqilgan elektron tarmoq. Bunda asosan biza tarmoqdan tarmoqqa, ya'ni kompyuterda dasturlanib yaratilgan kriptovalyutalarni oldi-sotdi qilamiz. Ko'p kishi tanga deb tasavvur qiladi, o'zi aslida unaqa emas. Bu elektron pul birligi hisoblanadi. Mana bu rasmda ko'rib turgan holatinglar, bu New-York birjasi, New-Yorkda eng katta fond birjalaridan biri hisoblanadi. Moliya bozorida to'g'ridan-to'g'ri erkin muloqot qilishni ta'minlab beradi. Bu bozorda hamma investorlar, barcha davlatlarni puldor shaxslari, bankirlar, treyderlar va o'sha jamoa bo'lib ishlovchi barcha moliya bozorlarida savdo qiluvchi insonlar yig'ilgan. Ular mana shunaqa holatda kinolarda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, ya'ni narx tushdi, sot, ol kabi juda ham bir raqobatli bozorda onlayn tarzda savdo qilishadi. Mana shu misol qilib keltirilgan. Bizani bozorimiz kriptovalyutalar bozori. Bunda asosan tangalarni siz tasavvur qilib odamlar gapiradi. Asli unaqa emas. Blockchain sistemada yaratilgan. Ya'ni kompyuterda dasturlanib, kompyuterdan kompyuterga tarmoq bilan uzatilgan elektron dastur hisoblanadi.
bu hech qanaqa qo'l bilan ushlab bo'ladigan daraja emas. Xuddi masalan plastikdan plastikka klik qilasiz. Siz qanaqa vazifa bajarganingizni o'zingiz bilasiz, lekin bank tomonidan sizni pulingiz yoki o'sha plastik egasiga pul tushadi. Mana bu elektronniy pulni ayirboshlash hisoblanadi. Ya'ni u yoqdan bu yoqqa o'tkazishlik. Bizani soha bilan tanishadigan bo'lsak, sohamiz qulaylik taraflari va dunyo tan olgan nuqtasi bu pul o'tkazmasining oson va qulay usulda ekanligi. 2007-yilda blokcheyn ishlab chiqarilishda birinchi bitcoin ishlab chiqarilgan va u markazlashmagan elektronniy pul hisoblanadi va ular kompyuter orqali nazorat qilib, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa jo'natishinglar mumkin. Blokcheyn degani, mana bu yerda mana rasmini qo'yamiz. Shtrixlangan elektronniy kodga o'xshaydi, korobchka. Masalan, Telegramda ham videovizda gaplashsanglar, ikki kishi suhbatida 3 ta rasmcha ko'rinib turadi. Xuddi o'sha blokcheyn sistemaga o'xshab, kodlangan, maxfiy, zanjir bir-biriga ulangan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni blokcheyn blok yopilgan, o'ralgan, jamlangan degan ma'noni bildiradi. Chain esa zanjir degan ma'noni bildiradi. Buni hech kim buzib kira olmaydi va albatta sonlari juda ham chegaralangan bo'ladi. Endi bizani sohamizda qulaylik 4 ta tarafini sizlarga keltirib o'tmoqchiman. Tranzaksiya bu pul o'tkazma usuli hisoblanadi. Bu nima degani tranzaksiya? Demak, bunda siz pul o'tkazishingiz mumkin. Mana qo'lingizda $100,000 pulingiz bor. Uni siz bankdan boshqa bir shaharga, akangizga, opangizga yoki kimgadir jo'natmoqchisiz. Bu bankka borasiz. $100,000 pulni jo'natish uchun siz avvalambor ko'plab o'sha arizalarni to'ldirishingiz kerak. Bu pulni nima uchun olding, qayerdan olding, nimaga sarflayapsan, xullas shunaqa shartnomalar to'ldirasiz va javobgarliklarga javob berishingiz kerak bo'ladi va sizdan $900 komissiya oladi bank $100,000 pulni tashlash uchun. Ikkinchisi, akangiz ham shu bankka borib yoki AQShda bo'lsalar, u pulni olish uchun to uni komissiya haqi to'lab, yana u kishi ham 3 kundan 1 haftagacha shu pulni yechib olishga harakat qilishlari mumkin bo'ladi. O'shanda ham bersa beradi, ito bermasa o'tiradi. Komissiya haqi juda ham baland va bizani ommaga tarqalgan jihati, masalan, O'zbekistonda AQShga xohlagan inson elektron kошелёgiga bemalol pul jo'natishingiz mumkin. Bu sizni bor yo'q 3 minutga ham bormasdan vaqtingizni olishi mumkin. 3 minutda bemalol $100,000 AQShga tashlashingiz mumkin va bu komissionni haqqi $1 tashkil qiladi. Ovozim eshitilyaptimi qizlar? Eshitilyapti. Demak, bizani qulayligimiz tarafi o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni hech kim buni buzib kirib, pullaringizni o'g'irlab, boshqa narsa qila olmaydi. Faqatgina o'zingiz boshqarasiz va o'zingiz xohlagan insonga o'tkazishingiz mumkin. Tizimimiz juda ham arzon, ya'ni $1 gina komissiya oladi. Qancha pul miqdor ko'chirishingizdan qat'iy nazar. Yildan yilga masalan narxi juda ham oshib, ommalashib kelmoqda. Masalan, oddiy bitcoin oladigan bo'lsak, hozir 100,000 dan balandgacha chiqdi. Keyingisi sonlari chegaralangan, ya'ni dollarga o'xshab turli xil bosib chiqarib olinadigan pul birligi emas. Buni soni juda ham bir chegaralangan va qiymati oshib borilishiga olib keladi bu narsa. Masalan, Al-Buxoriy hadislarini bilasizlar, dunyoda Qur'ondan keyin ikkinchi o'rinda turadigan kitob hisoblanadi. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Uni faqat Nasr Rabboniy olimlar tomonidan tasdiqlangan usuli kitob qilib chiqarilgan. Tizim arzon deganimga mos keladi. Al-Buxoriy kitoblari masalan juda ham qimmat narxda emas, 400,000, 480,000 ga olishingiz mumkin. Yildan yilga buni qadri qimmatlashib bormoqda, chunki hamma Sahihul Buxoriy, ya'ni sahih hadislar jamlangan. Shu uchun ham qadri baland va yildan yilga qimmatlashib ketmoqda. Shu 6,000 dan ziyod
4500 dan ziyod hadis yig'ilgan, soni chegaralangan. Uni hech kim o'zgartirib, ko'paytirib, kamaytirishni imkoniyati yo'q. Shuni misol qilib o'tib ketdim sizlarga. Keyin tizimni zarari va foydali taraflari asosan o'sha pul tashlashda bo'lishligi mumkin. Buni tashlab qo'yaman, o'zlaringiz tanishib chiqasizlar. Endi bizga qanaqa qurilmalar kerak? Ayniqsa trading uchun eng kerakli narsa bu notebook hisoblanadi. Biz notebookda savdo qilmaymiz qizlar. Biz faqat notebookda analitika qilamiz. Ya'ni analizlar bilan tanishamiz, ketma-ketlikda analitika qilishni o'rganamiz. Bu uchun bizga yaxshi ish quroli kerak. Windows 11 ham bo'ladi. 8 GB dan balandroq bo'lsa, kompyuteringiz qotmasdan uzoq yil xizmat qilishi mumkin. Va eski olmagan ma'qul, baribir yangi olgan yaxshiroq. Planshetga qiynaladi.